Endi bu şu leksiyalarimizga munosabatli holda vaziyat va muhokama degan programmamiz bo'yicha ikki og'iz gap qilaylik vatandoshim. Bugun biz boshda Prezident Joe Biden shundoq davlat ishtirokchisi va Antony Blinken, hatto davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan orqa-orqadan Ukrayna, Rossiya urushi, Ukrayna urushi. Mushu to'g'rida to'xtalib keldi deydi. Demakchi bo'g'ini endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining Moliya ministri Janet Yellen xonimmi Ukrayna, Rossiya urushi to'g'risida to'xtaldi deydi. Nima deb to'xtalganligini boshda ko'rib o'tdik. Jungo egilik huquq va zamin butunligini hurmat qilishi kerak va uningga amal qilishi kerak. Bundaq degani Rossiya nima? Ukrainaning zamin butunligi daxli tarozga uchirdi, tajovuzga uchirdi. Ukrainaning egilik huquqi tajovuzga uchirdi. Agar Jungo hukumati o'zi da'vatqandak, so'zlayotgandak yoki amal qilaman deb kelayotgandak, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va yana boshqa amal qilish bo'yicha egilik huquqni Ukrainaning hurmat qilsa, egilik huquqi va zamin territoriyasini hurmat qilsa, Jungoga bosim ishiltib, Ukraina urushini to'xtatish kerak deydi. Anaga ta'addi qilib, nima deydi Yellen xonimdan? Hozir Amerika urushni qo'zg'adi yoki urush o'tini yoqdi. Bu gap asl Jungoning gapi. Jungoning gapini oriyat elib da'vatidagi urush o'tini yoqdi. Undaqkan bu o'tni Jungo o'chirish kerak. Jungo an'anaviy Rossiya-Jungo munosabatlariga tayinib, mush munosabatlari doirasida bu o'tni o'chirishi kerak. Biz ot yoqdik, masalan, Jungoni deganicha o'tni Jungoliklar o'chirish kerak. Chunki Rossiya bilan Jungoning munosabati bek yaxshi. Bularning hammasi mantaqa logikasi, siyosat mantaqasi aqadigan gaplar vatandosh. Endi shuning kelganda Jungo hukumati bu taraddudni qilamdi yo'q, agar qilmasa, masalan, bir jumlada Rossiyaning egilik huquqini, zamin butunligini e'tirof qilmasa, tan olmasa, hurmat olmasa, yaqin kelgusida Jungo shundoq talabni o'tirib qo'ydi. Masalan, Tayvan masalasida. Tayvan Jungoning zamini ayrilmas bir qismi, uch parcha axborot Amerika Jungo o'tirisidagi Jungoni qo'llagan, Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatganda Amerika shundoq degandi, mushu gapni deydi Jungo deydi. Undaqda sen Ukraina qanday muomala qilding? Biz xuddi sana muomala qilsak, muomala qilgandek muomala qilamiz. Chunki sen hozirgacha egilik huquq va territoriya masalasida Rossiya xizmat ishlab bu urushni to'xtatmadi. Bugun Janet Yellen xonimning degan gapmish. Oxirdan turgan leksiyada, attiga so'zlagan leksiyada Jonlining nazaridan bir so'zni olgan edim. Polsha hozir yadro qurollari yoki yadro urushi tayyorlab qilyotdi. Boshqa gap so'zlarni qo'yish kerak dedi degan so'zni Jonlining nazari shunda degan edi vatandosh. Hozir ham yana shu Jonlining nazarida bir xabar keldiki, yaqin kelgusida portlaydigan yoki yuz beradigan Ukraynaning sharqidagi Lugansk yoki Donetsk rayonlarida bo'ladigan urushga ikki tarafdan taxminan 400 ming kishilik harbiy qo'shin bu urush qatnashadi. Bu dahshatli urush vatandoshim. Anadan keyin bu urushning dahshatlilik tarafi deydi, yana dahshatli tarafi Ikkinchi dunyo urushini ko'rib boqmagan. Echinishda qoldi. Ko'rilib boqmagan Ikkinchi dunyo urushidagi vahshiylik bilan shundoq elib berilishi mumkin deydi. Biz Peskopni bayonotchi, Rossiya bayonotchisi Peskopning so'zini anglatdik. Yaqinda orilishida, oxirlashida urush kechiringlar dedi. Bu ikki bislik gap emas-ku dedi vatandoshim. Agar Peskopning shu gapi rost bo'lsa, yaqinda oxirlashsa, yana Donetsk, Lugansk rayonlarida nima ish Rossiya 400 ming kishilik urush qo'zg'aydi. Agar bu 400 ming kishilik bo'lsa, Rossiya 200 ming kishi, ondan Ukraina 200 ming kishi tang chiqara oladi. Qanday urush bo'ladi? Bu bir dahshatli gap ekan vatandosh. Buni yaqinda dedi, berk atogunda bo'ldigan ish bo'lsa kerak bu vatandoshim. Onandaki yana ikki xabar sizlarga shu vaziyatga munosabatlik. Masalan, Yevropaning shimoliy qismidagi ikki davlat, Shvetsiya
Finlandiya nayeti ciddilik bilen NATO'ga a'zo bo'lib kirishga iltimos sundi. Buning uchun hozir Rossiya Federatsiyasi hukumati Finlandiyaning chegarasiga askar to'pladi. Finlandiyaning prezidenti Umar Kalts qahramon ayol ekan, o orliqda nima degan desangiz, balki bu qatam Rossiyaning bu askarlari allaqachon Finlandiya tuproqlariga ko'milgan 200 ming kishilik jasadni ko'rgili kelgan bo'lsa kerak. Ya shular bilan ko'rishgili kelgan bo'lsa kerak. Bu degani Finlandiya, Rossiya Finlandiya urushi. Sizlarning vaqtni unutib qolibman, kechiringlar. Rossiya Finlandiya urushida Finlandiya qo'shinlari shu vaqtda Rossiyaning 200 ming kishilik harbiy qo'shinni halok qilgan ekan demiş prezidentning gapi bilan. Prezidentning gapiga qaraganda tarix shundoq bo'lishi kerak vatandoshim. Vaziyat mana shu. Endi Tayvanga borganda anda Gerexam, senator Lendis Gerexam nima dedi? Bir cümle söz shundoq dedi vatandoshim. Biz endi vaqt keldi. Jungoning dunyoga qanday muomalada bo'lganligidan yoki qanday pozitsiyada bo'lganligidan hisob oladigan yoki Jungo mushuning uchun badal to'laydigan vaqt keldi dedi. Yani shundan qaraganda oldimizda bir 2 hafta ichida yana Tayvan to'g'risida nayti jangi var yoki keskin bir siyosatlar o'tirib chiqamdi qanday? Mushu masala hozir Tayvan masalasida ciddileşip kaldı. Bugün leksiyonu sözleyip görüp bir haberini gördüm. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatının 300'den artıq askeri qo'shini qatnaşkan Okinawa'daki Yaponiya harbiy qismlari nayta tez, nayta ciddi aldı harbiy manevr qildi deydi o vatandaş. Endi hozir Jungo nisbatan aytganda urush masalan Jungoning nazarida Tayvangami yoki Janubiy dengizgami? Jungoning fikri bo'yicha aytganda shundaqmi emasmi? Endi hozir Ukraina urushidan foydalanib, fursatdan foydalanib Jungo Tayvan hujum qiladi degan gaplar eg'irlashib ketdi vatandoshlar. Dal shundoq vaqtda Kengash palatasi senator Bob Menendez Lendis Gerexam 14-kuni Tayvanni ziyorat qildi. Yani şu 14-kuni Rossiyaning Qor dengiz pilotidagi Moskva belgelik harbiy parxod dengizga cho'ktirib etildi. Buningda Ukraina taraf faqat 2 dona raketa atgan ekan vatandosh. Vaziyat mana shu. Endi shamolda, bo'ronda vuqurtlab anglayolmay qiynalib ketdim. Shuning uchun buni qayta so'zildim. A5'deki 3 parça leksiyani endi o'chiralisam o'chirayman. O'chirmasam shu payt qilaverdi. Mani yangidan leksiya qilib anglanglar vatandoshlar. Yaman g'aj-g'uj bo'ronning g'ulg'an ovoz, bu yerda g'ulg'an ovoz chiqib qolibdi.